Hammaga salom akalar. Bugun sizlar bilan yana Matrisa Gaming va sizlar uchun yangi bomba yangilik, ya'ni PUBG Mobile dan video qo'yyapman. To'g'risini aytsam, anchadan beri tanaffus qilib qoldim va mana bugun sizlar uchun video qo'yyapman. Xo'p, akalar, endi biz akkauntimizga ham kirib oldik. Akalar, agar qiziqadiganlar bo'lsa, mana IDni ham ko'rsatib o'taman. Mana ID'ni ham ko'rib olsanglar bo'ladi. Mana shu IDga druzda tashlab qo'yasizlar. Bemalol. Xo'p, akalar, endi bu yerda kunlikni olib qo'yaylik. Xo'p. Yangi nimadir qo'shilibdimi deyman. Hammani keyin ko'ramiz. Xo'p. Buni ham olib qo'yamiz hammasini. Chunki akalar kes yig'ayotganlar bo'lsa, oramizda kes yig'ayotganlar bo'lishi mumkin. Chunki men ham yig'ayapman, keyinga kerak bo'lib qolishi mumkin. Premium kesda bir nimadir kelib qolishi mumkin. Kuchaytiriladigan orужияmi yoki boshqami? Akalar, xullas shunaqa gap. Aytgancha, akalar, bunaqa joyga kirib o'tirmasdan, ko'p vaqt ketkazmasdan, mana bu kichkina robotchaga bossanglar, mana bu olish bosasizlar. Tamom. Inventariga kirasizlar. Va 10 talik bo'libdi. Shoshilmaydi, mana buni 5 tani bitta qilamiz. Xo'p, akalar, bu mayli tursin. Sal keyinga open case qilamiz. Xo'p, akalar, endi biz vaqtni cho'zmaymiz-da. Tezroq o'yinni boshlaymiz. Xo'p, akalar, bugun o'yinni mana o'sha kiyim kelibdi. Mayli, shart emas. Birinchi akalar qo'lni qizdirib olish uchun albatta arena o'ynab chiqamiz. Arena M16. M16 ni albatta keltirib qo'yganman. Xo'p, akalar, biz boshladik. Aslan mo'yna rasm bor ekan. Qaymayli. Ketdik. Xo'p, akalar, o'yinni ham boshlab oldik. Lekin aka aytib qo'yay, unaqangi ham zo'r o'ynamayman. Agar telefonim anchagina zo'r bo'lganda, lekin attaki ancha-munchasini yorib qo'yar edim. Qochishni ko'ryapsizlar. Mana ko'ryapsizlar. Telefonni vaqtiga qotyapmiz. Bu yoqdagi sotib. Akalar, mayli, hech qisi yo'q. Uzr akalar. Yomon so'z aytib oldim. To'g'risini aytsam, o'yin payti ko'pincha qo'pol so'z aytib oraman. Shuning uchun ko'chakada o'tiribdi ekan-ku. Hamma e'tibor bermaymiz. Voy, oqardi. Qo'y. Devor ustidan sakrab o'tib qolgan. Akimni o'ynaymiz. Akalar. To'g'risi giroskop yo'q, akalar, shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. To'xtanglar akalar. Yarkin oxirigacha ko'taray. Ana bu boshqa gap.
Ye. Buni sotib qo'yibdi. Ye. Obbo, bu yoqda yotib qo'ydi. Mayli. Hech qisi yo'q akalar. Просто bu qo'l qizdirish uchun-ku. Gap yo'q. Ye. Gap yo'q. Bu yoqdan kelib otib qo'ydi. Gap yo'q. Xo'p, akalar. F17 Lord ekan. Hay mayli. Hech qisi yo'q. Endi nima desam, Livik bosamiz. Erpa 27 bo'ldi. Aytgancha erpa sotib olganman akalar. Erpa ochilgan. Olib qo'yamiz. Bugatti kelibdi. Aytdim nima? Yangichama mana bu kelibdi. Mana Bugattiga kirib ko'raylik birinchi nimalar kelibdi. Tashlab ketish. Nechiga aylantirsa bo'ladi ekan. 60 ga aylantirsa bo'ladi ekan. Ya. Bizga kerak emas. Lekin bir narsani ayar boshlasa bo'ladi ekan bu yerda. Bitta tangamizga nima beradi ekan? Uni avtoko'rgaz mazali. Bizga hech nima bermaydi ekan. Shunchaki akalar shu uchun chiqib ketaveramiz. Xo'p, endi mana buni ko'ramiz. Xo'p, 216 ga 10 ta aylantirish kuponini beradi ekan. Yo'q, bizga kerak emas. Bu yerga kiramiz. Xo'p, barchani bosib qo'yamiz. Nega? Endi qo'yildi. Nima qoldi yana? Mana bu 5 ta kupon. 5 ta kupon olmoqmiz. Chiqdi kelib etdim. Beramiz. Akalar betga kiramiz. Aytgancha open case qilishimiz kerak. Qiziqish uchun. To'g'ri aytsam akalar, bundan tushsa eng qiziqqanim
avem bo'ldi. Qolganiga to'g'risi qiziqmadim aka. 10 talik qilib ochamiz akalar. Yo'qmi? Avemga qo'yilgan ekan. Ketdi akalar. To'g'risi endi ko'p qilib tushirsam ham bo'lar, lekin 10 talik qilib tushirish bari boshqa. Sabr qila olmayman. Hop, qani? Bu kerak emas, vaqtli ekan-ku. Sotib yuboraman. Vaqtli esa hammasini sotib yuboraman. Mana bu yerga kirasizlar, mana inventariga vaqtli narsalarini sotolmayotgan akalar uchun boshqalar uchun mana puzzle belgisini bosasizlar, maksimal bosasiz. 100 ta seriya blok bosasizlar. Mana bo'ldi. Endi akalar bu yerdan ko'radigan bo'lsak, aytgancha akalar snayperskiy ochilgan. Snayperskiy boshlaymiz. Kim menga papa bosdi ekan. Kimdir qo'llab yuboribdi, yaxshi. Rahmat, lekin kim bo'lsa ham. Xo'p, akalar endi. Xo'p, jigarlar, mana sizlar bilan o'yinni boshlab oldik. Tushadigan joyimizni belgilasak, xo'p, metga qo'yib oldik. Albatta, agar bizni obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsanglar, albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki kanalimizda bundan ham qiziq video ko'p, albatta. Xo'p, biz sakradik. Albatta bitta ikkitasini patini titib ketish uchun tushyapmiz, albatta. Xo'p, akalar, oz qoldi. Ketdik. Qani atrofga qarab qo'yaylikchi. Hech kim tushmayaptimi? Yo'q, tushmayapti. Xo'p, akalar, sekin mana bu yerga tushaylik. Mana shu yerga tushaylik. Qotishini. Voy. O'zi otib qo'yishdi bittamiz. Mana kim edi? Komandasi yopilib ketdi, bechara. Kelar. O'zbek ekan, lekin nima qilay? Sherigim qutqaraman deb kelgandim, lekin qutqarishga ulgurmadim, lekin zato komandasini yopib ketdim. Xo'p, akalar, endi bu yoqqa kiramiz. Hech nima yo'q ekan. Nima bor, sumka? Yo'q, kerak emas. Pepsi kerak.
kerak, chunki baribir Pepsi aytgancha pistoletni almashtirish kerak akalar. Bu 8x. Chunki pistoletni almashtirmasak, karakni o'qi bilan bir xil ketadi akalar. Xo'p, 8x ni karakka qo'yamiz. GX avemga ketdik. Hamma uyni loot qilib bo'ldikmi? Yo'q, qolib ketibdi. Hamma qolib ketibdi. Voy. Cardinal. Sumkamiz uchlikka har xil olib qo'yaveraylik. Xo'p akalar. Voy, bitta o'zim qolibman. Diğer addish. Mayli. O'zim streamni davom ettirib ketaman videoni. Ana pistoletim topildi. Xo'p, akalar aytgancha men missiyam bor. Ukol ham urishim kerak. Ukol urib olishim kerak. Ukol urmasam bo'lmaydi. Missiyam ham bor. Missiyani ham hisobga olish kerak. Pistoletga pritsel yaxshi. Biz как раз pistoletga ham kerak edi. Xo'p, akalar, endi iloji boricha zonaning o'rtasiga borishimiz kerak. Chunki suvdan suzib o'tishimizga ham to'g'ri kelib qolishi mumkin. O'shaning uchun o'rtaga borishimiz kerak. Akalar. Hop, hech kim yo'q ekan. Hop, ana akalar, ko'rdinglar. Yana zonani oldimizga belgilandi. Keyingi zona mana bu yerga yoki mana shu ikkita joyga belgilash mumkin. Shuning uchun akalar, bekorga zonaning o'rtasiga yurib ketaveraylik deb aytmayapman. Bo'sh ekan. Mana bu yerda hech kim yo'qmi? Yo'q, ko'rinmayapti. Bu tomonga hali hech kim o'tmabdi, hali. Kelmagan ekan hech kim. Mayli. Bizga nuvoz u kerak emas. Asosiysi bizga zona kerak. Mana bu yerga hech kim kelmabdi. Kelgan ekan odam. Odam kelgan ekan. Shunday ekan akalar, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Baribir. Poylab o'tirgan bo'lishi ham mumkin. Kimdir otsa-da, shu otishmaga qarab keyin topib olsam. Nima deysizlar mana shu? Kimdir branjletini yechib ketibdi. Demak, bu yerda atrofda kimdir bor. Yoki o'tib ketgan. Aniq ikkalasidan bittasi. Mayli akalar, yotib turamiz. Hozircha kutib turamiz, yotib. Yashik bor ekan. Aytdim, branjlet qayerdan keldi? Yashikni belgisam chiqqanday bo'ldimi dedim. Mana pistik. O'qini olamiz.
akalar. Akalar meni eshitishdi. Akalar meni o'qlab olib qochamiz akalar. O'qlab bo'lib qochamiz akalar bu yerda. Mana shu yerga tursak hech kim sezmaydi akalar. Yer birontasi ko'rib qolmagan bo'lsa. Xo'p akalar, endi shu yerda kutib turamiz. Xo'p, mikrofonni o'chirib qo'ysak ham she'riklar chiqib ketdi-ku. Xo'p akalar, zona kelyapti. Keyingisini kutamiz va o'shanga qarab harakat qilamiz. Hop akalar, narigi betga berishim aytdim-ku men sizlarga. Katta ehtimol bilan ham bazani zonani u tomonga berib yuborishi mumkin deb. Hop akalar, ketdik, suzib ketamiz. Sal mana shundayroq ketsak. Chunki ko'rinishimiz sal qiyinroq bo'lsa, bizni otib qo'yishi ham qiyinroq bo'ladi. Agar ko'rib qolsa, otib qo'yishi mumkin. Iloji boricha endi to'ppiriga harakat. Hech nima bermaydi, albatta. Lekin baribir to'ppiriga harakat qilishimiz kerak akalar. Albatta bittasi nevarang yetib kelganimizdan otib qo'ymasa bo'lgani. Albatta akalar, unchalik kuchli telefonda o'ynamayman. Shu sababli agar yaxshi o'yna olmasam, o'ynashni bilmaydi ekanda deb o'ylamanglar akalar, iltimos. Shu narsani oldindan aytib qo'yay. Kommentariyaga har xil negativ yozib tashamanglar. Mana zonaga ham yetay deb qoldik. Shu quruqlikka chiqib olsak, bu yog'i bizniki. Bir daqiqani ichida yetib borishim kerak ekan akalar. Men orqamda suzib kelayotganlari yo'qmi? Yon tomonimda yo'q ekan. Suzib kelayotganlar ko'rinmayapti. Xo'p akalar, demak qolgan 6 ta, mendan tashqari 6 ta odam mana shu tomonda. Oldimda demak. Davay. Oz qoldi yetib borishim. Hoppa akalar, zonaga kirib oldim. Faqat endi mana bu tomonga ehtiyot bo'lish kerak, chunki bu tomondan birontasi ko'rib qolsa meni otib qo'yishi mumkin akalar. Hop, otishma boshlandi mana. Akalar, qochdi akalar, ko'rdinglarmi? Qochdi akalar. O'q tegdi, qochdi bular ham. Ular ham qochdi akalar. O'q tegdi degandan darrov qochdi. Akalar, otmanglar akalar. Akalar, otmanglar. Tinchmisizlar akalar, charchamang. Akalar, YouTube kanalimga video qo'yapman, podpishka qilib yuboringlar. YouTube kanalimga video qo'yapman, YouTube. Ey, otmanglar. Akalar, YouTube kanalimga video qo'yapman, podpishka qilib yuboringlar. Ey, otmanglar. Aytib yuboring, otmasin sherigingizga.
Otmang jigar. YouTube kanalimga video qo'yapman-da jigar, podpishka qilib yuboring. Jigar addishi jigarni. Rahmat lekin. Yana bitta odamni tinchitib olish kerak edi. Oy! Ko'tiga tiqdingiz, jigar. Bilat. Mayli, yaxshi ish qilmadinglar lekin. Mayli, hech qisi yo'q, akalar. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Lekin otmoqchi emas edim, to'g'risini aytsam, uni otib qo'ysam keyin sheriklari biz otmayotgandik-ku deb keyin meni otib qo'yish mumkin edi, chunki ular 3 kishi edi. Mayli akalar, hech qisi yo'q. E'tibor bermaymiz akalar. Xo'p, reytingiga kiramiz, bosamiz va start. Akalar, shuni ham aytib qo'yishim kerak, ko'p vaqt video qo'ya olmayman chunki iloji boricha endi bundan keyin har kun video qo'yib borishga harakat qilaman, albatta. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'lgani, akalar. Xo'p, akalar, biz boshlab oldik. Akalar, YouTube kanal uchun albatta buni hammasi sizlar uchun, sizlarni mazza qilib tomosha qilishinglar uchun qo'yilyapti bu video. Albatta. Akalar, biz o'rndan tashlab boramiz. Bizga olma kerak emas. Akalar, ko'ryapsizlarmi qanchalik qotyapti? Mana FPS-ni ko'rsatib ketaman mana. Akalar, 45 mana. 45 ko'ryapsizlarmi? 45. Undan ortig'i emas mana. Bundan 45 qo'yamiz. Samaradorlar bo'ldi ana. Bo'ldi akalar, shunday qilib xullas biz o'yinni boshlab oldik akalar. Ketdik. Xo'p, akalar, biz tushadigan joyimizni belgilab olsak, Redis albatta. Biz Redisga qarab ketdik akalar. 4-tinchi ham chiqib ketibdi. Men bilan ketyapti ekan. Mayli, hech qisi yo'q. Yo'q-ey. Ayo, boshqasi bilan ketyapti ekan. Uchta. Ay degan otishma bo'ladi hozir. Qanday qilib yo'q edi-ku hech kim? Hammasi qochib ketgandi-ku. Mayli akalar, hech qisi yo'q. Mayli akalar, mana. Mana 4-chi. Yopilib ketmaydi endi. Vay. Bilet. Lekin akalar, bor-ku. Bularni bot deb o'ylayapman. To'g'ri, bari bitta ikkitasi odam bo'ladi, lekin gap yo'q. Mayli, hech qisi yo'q akalar, shunaqasi ham bo'lib turadi. Xo'p akalar, bugun sizlar bilan Matrix Gaming bo'ldi akalar.
albatta kanalimga obuna bo'lib, like, komment bombalatib tashlanglar akalar. Sizlar bilan Matrisa Gaming bo'ldi. Xullas, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugun sizlar bilan Matrisa Gaming va albatta aytgancha, albatta har bitta tanishingizga va yaqinlaringizga ham ulashib qo'yishni esdan chiqarmang. Ular ham men videolarimni ko'rib xursand bo'lishsin. Mayli, xullas. Xo'p akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Matrisa Gaming bo'ldi. Xullas akalar, charchamanglar.